Maya qaralaring. Erkak kishi bilan ayol kishini farqi bo'lishi kerak. Oddiy hayvonlarda ham farq bo'ladi. Masalan, tovuq bilan xo'rozni farqi, xo'rozni pixi oladi, pixi. Urishganda tiqib oladi pixini. Orisa kerak ya. Endi shu bolalardan uyga borsa, bolalari dada deb kutib oladi-da. Ana maktabda ota-onalar majlisiga faqat dadalar kelsin desa, qaysi biri bor akin? Bu bolalarcha ana Vayankamatda 11-xonadan qaytgan bolalar. Masalan, men erkak kishilik uchun xotinim telefoniga erim deb yozib qo'ygan. Erim, seni nima deb yozgan xotining? Solnishka. Sochchali. Mana tekis yo'l. Yelida ketyapsan. Yamabod. Daqiqda. Achinasanmi? Veligami? To'ri kilo. To'ri o'rningda. To'ri, mana kel. Maydonchilik qilasan lekin. Men nima tirjayapsan? Nima tirjayapsan? Bitta uraymi? Ur. Jag'im chiqib ketsin. Yomon uraman. Ur. Ana, ko'pa.